Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzuyimiz narxning mohiyati va shakllanish xususiyatlari bo'ladi. Bu mavzumizda biza narxning mazmuni va uning vazifalari, narx turlari va ularning mazmuni, raqobatning turli ko'rinishlari sharoitida narxning shakllanish xususiyatlari, narx siyosati va uning O'zbekistonda amalga oshirish xususiyatlari, rejalar orqali ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz narxning mazmuni va uning vazifalari hisoblanadi. Demak, o'zi narx haqida gaplashadigan bo'lsak, unga asosan 3 xil shaklda yondashiladi. Birinchisi bu ingliz klassik siyosiy iqtisod maktabi hisoblanadi. Bu maktab bo'yicha narxning asosini qiymat tashkil etadi deb aytiladi yoki bo'lmasa, biron bir narsani yaratish uchun ketgan mehnatdan kelib chiqiladi. Marjinalizm yo'nalishi yoki bo'lmasa hozirgi davrdagi economics darsliklarini keladigan bo'lsak, unda tovar narxning asosini, uning nafliligini aniqroq qilib aytganda, qo'shilgan miqdor nafliligini tashkil qiladi degan fikr bilan nima qiladi? Tushuntirib beradi narxni. Uchinchi guruh olimlar esa narx talab va taklif asosida tashkil topadi deb aytadi va bularni har birisi o'zlarini g'oyalarini dalillab, isbotlab keltiradilar. Narx o'zida faqatgina qiymat yoki naflilikning birini emas, balki har ikkalasining ham bir vaqtda mavjudligini va ularning ma'lum miqdordagi pul ko'rinishini ifoda etadi. Agar bizani o'zlarimizni demak tarifa keladigan bo'lsak. Xo'p, endi bundan gap chiqadigan bo'lsak, narx qanday shakllanadi degan savolga javob beramiz. Avvalambor ijtimoiy sarflanadigan zarur mehnat yoki bo'lmasam mehnat va moddiy kuchlar nuqtai nazaridan gaplashsak, unga qiymat qandaydir va naflilik demak natiladi, joylanadi. Naflilik esa ijtimoiy naflilikka, ijtimoiy qiymatga qiymat aylanadi. Sarflangan mehnat esa demak tovarni keltirib chiqaradi. Va tovardan uning narxi kelib chiqadi. Bu narx qanday keladi desak, ijtimoiy naflilikning puldagi ifodasi yoki bo'lmasam ijtimoiy qiymatning puldagi ifodasi shaklida demak narx shakllanadi ekan. Xo'p, tovardagi ikki xil xususiyatni ifodalovchi narxlarning mahsulot hajmini hisoblashda esa quyidagicha biza qo'llaymiz. Demak, yaratilgan tovar va xizmatlarni hisoblash, bundan esa tovar va xizmatlarning puldagi ifodasi kelib chiqadi. Yaratilgan tovar va xizmatlarni o'zi ijtimoiy nafliligi yoki bo'lmasam ijtimoiy qiymatiga ega bo'ladi. Ularni hisoblashda o'zgarmas yoki qiyosiy narxlarda agar ijtimoiy naflilik nuqtai nazaridan gap chiqsak, joriy, ya'ni o'zgaruvchan narxlarda agar ijtimoiy qiymatdan gap chiqsa hisoblanadi ekan. Ana undan keyin puldagi ifodasini keladigan bo'lsak, ijtimoiy naflilik nuqtai nazaridan gap chiqqan vaqtimizda real mahsulot yaratilgan tovar va xizmatlarning summasi bo'ladi bu yerda. Joriy qiymatlardan gap chiqadigan bo'lsak, nominal mahsulot, ya'ni tovar va xizmatlarning joriy narxdagi qiymati kelib chiqadi. Narxga ta'sir qiluvchi bir qancha omillar bor. Shulardan biza bir qancha sini ko'rib o'tamiz. Birinchisi bu tovar ishlab chiqarishning ijtimoiy zaruriy sarflari yoki bo'lmasa qiymat. Turli xil soliqlar, talab va taklif nisbatlari, tovar yoki xizmatlarning nafliligi, davlatning o'tkazayotgan iqtisodiy siyosati, raqobat kurashlari va pulning qadr-qimmati yoki bo'lmasam inflyatsiya darajasi ta'siri hisoblanadi. Xo'p, narx quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi. Demak, birinchisi muvozanatni ta'minlash vazifasi. Bunda narx bozor talab va taklifining hajmi va tarkibiga ta'sir etish orqali ularning muvozanat holatga kelishini ta'minlaydi. Bozor narxi bu muvozanatlashgan narx bo'lib, u birinchidan tovarlarning sotilishini ta'minlaydi, ikkinchidan bozorda tovarlar taqchilligini yuzaga keltirmaydi. Xo'p, ikkinchisi qiymat va naflilikni o'lchash vazifasi. Narx qiymat va nafliliklarning puldagi ifodasi deb aytamiz, chunki qilingan sarf-xarajatlar va olingan natijalar foyda yoki zarar narxlar asosida hisob-kitob qilinadi. Joriy narxlar amaldagi narxlar bo'lib, ular yordamida yil davomidagi ishlab chiqarish natijalari hisoblanadi. Qiyosiy narxlarda ma'lum yil, ya'ni bazis yil asos qilib olinadi. Ishlab chiqarishning natijalari shu narxda hisoblanadi va boshqa yillar bilan taqqoslanib boradi. Uchinchisi,
Tartibga solish vazifasi. Bozor holati yoki bo'lmasam bozor konjunkturasi talab va taklif hamda ularning nisbatiga bog'liq hisoblanadi. Muayyan ishlab chiqarish xarajatlari saqlangan holda narx yuqori bo'lsa, foyda miqdori ortadi, narx tushsa, foyda kamayadi va hatto ishlab chiqaruvchilar zarur ko'rinishi ham mumkin. Zarar ko'rishi ham mumkin. Bu ishlab chiqaruvchilar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Narx oshsa, ishlab chiqarish kengayadi. Boshqa kapitallar ham foyda yuqori bo'lgan soha va tarmoqlarga oqib ketishni boshlaydi. Xullas, narx ishlab chiqarishni tartibga solib, uni o'zgartirib turadi va rivojlanishini ta'minlab beradi ekan. Xo'p, keyingi vazifamiz raqobat vazifasi vositasi hisoblanadi. Narx raqobat kurashining eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilar o'z raqiblarini yengish uchun narxni pasaytirish usulidan foydalanishlari mumkin. Demak, narxni o'zgartirib turish usuli raqobatda keng qo'llaniladi yoki bo'lmasam eng birinchi raqobatlashgan paytda narx nuqtai nazaridan raqobat ketadi. Ana undan keyin boshqa kriteriyalar orqali raqobatlashish boshlanadi. Xo'p, va oxirgisi ijtimoiy himoya vazifasi hisoblanadi. Narx aholining kam daromad oluvchi ayrim qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish vazifasini ham bajarib beradi bizga. Narxning bu vazifasi tovarlar va xizmatlar ijtimoiy deflyatsiyalashgan narxlar bo'yicha sotilganda bajariladi. Bunda davlat byudjeti va turli xayriya mablag'lari hisobiga moliyalanish demak, amalga oshiriladi ekan. Xo'p, ana endi ikkinchi rejamizga o'tsak, narxning turlari va ularning mazmuni. Narxlar bir qancha turlarga bo'linadi. Shulardan birinchisi bu ulgurji narx deb aytiladi. Ulgurji narx ishlab chiqaruvchilar tomonidan katta miqdordagi tovarlarning bir yo'la ko'tarasiga sotilganda qo'llaniladigan narx yoki bo'lmasam xalq tili bilan aytadigan bo'lsak, optim narx. Xo'p, keyingisi chakana narx. Tovarlar bevosita iste'molchilarga sotiladigan narx yoki bo'lmasam tovarni donalab sotilgan narxi hisoblanadi. Uchinchisi shartnoma narx. Sotuvchi va xaridorning roziligi bilan belgilanadigan, ular tomonidan tuzilgan shartnomada qayd qilingan narx hisoblanadi. Keyingisi chegaralangan narx. Bu davlat tomonidan yuqori va quyi chegaralari belgilanib, shu doirada o'zgarishi mumkin bo'lgan narx yoki davlat kelib aytaylik strategik mahsulotlardan hisoblangan go'sht, non yoki bo'lmasam unning maksimal sotish mumkin bo'lgan qiymatini belgilab beradi. Aytaylik 200 ming so'mdan qimmatga go'sht sotilmaydi deydigan bo'lsa, bu uni chegaralangan narxi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi dotatsiyalangan narx. Davlat byudjeti hisobidan arzonlashtirilgan narx. Undan keyingisi demping narx. Bozorda o'z mavqeini mustahkamlash va raqiblarni bozordan siqib chiqarish uchun firmalar tomonidan foydalanadigan maxsus narx. Agar qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demping narx biron bir yangi bozorga katta ishlab chiqaruvchi kirayotganda undagi mavjud ishlab chiqaruvchilarni o'yindan chiqarish yoki bo'lmasam inqirozga yuz tutishiga yordamlashish uchun narxni haddan tashqari past darajagacha tushirish, ba'zida hatto tannarxdan ham pastga tushirib mahsulotni sotish, toki boshqa raqobatchilar zarar ko'rib bozorni tark etishni boshlagunlaricha. Xo'p, keyingisi erkin bozor narxi. Bu talab va taklif asosida vujudga keladigan bozor narxidir. Va oxirgisi nufuzli narx. Sotish hajmini o'zgartirmasdan yuqori foyda olishga erishish uchun firmalar tomonidan foydalaniladigan narx hisoblanadi. Xo'p, narx diapazoni narxlar oralig'ining puldagi ifodasi hisoblanadi. Demak, narx diapazoni quyi, o'rta va yuqori narxlarni o'z ichiga oladi. Narx diapazoni qanchalik keng bo'lsa, tovar muomalasi shunchalik tez yuz bera boshlaydi. Chunki talab bilan narx o'zaro bog'liq hisoblanadi. Ya'ni bu yerda biron bir mahsulot ishlab chiqargan paytda o'sha mahsulotlarni ham narx bilan kategoriyalashni nazarda tutyapti. Bunga eng ajoyib misol telefonlar bozori bo'ladi. Budjet segmenti, o'rta segment va flagmanlar yoki bo'lmasam yuqori segment bor. Va har bittasi narx bilan o'zaro farq qiladi. Aytaylik, 100-200 dollargacha bo'lgan telefonlar, 200 dollardan 500 dollargacha bo'lgan telefonlar va 500 dollardan yuqori bo'lgan demak telefonlar degan nuqtai nazardan qarasak bo'ladi.
Ho'p, o'sha iqtisodiyot nazariyasida endi narx nisbati degan tushunchamiz ham bor. Demak, u narx pariteti deb aytiladi. Xo'p, bozor ko'lami hisobga olganda hududiy, milliy va xalqaro narxlar mavjud hisoblanadi. Xo'p, hududiy narx faqat ma'lum hududiy bozorga xos bo'lib, shu hudud doirasidagi omillar ta'sirida hosil bo'ladigan narx hisoblanadi. Milliy bozor narxi bir mamlakat doirasida amal qiluvchi va ularning xususiyatini aks ettiruvchi narx hisoblanadi. Milliy narx mamlakat doirasidagi ijtimoiy sarf-xarajatlarni, milliy bozordagi talab va taklifni, tovar nafliligini, uning qanchalik qadrlanishini hisobga oladi. Keyingisi jahon bozori narxi. Muayyan tovarlarni ishlab chiqarishga sarflangan baynalminal xarajatlarni, tovarlarning jahon standart talablariga mos kelish darajasini va xalqaro bozordagi talab va taklif nisbatini hisobga olgan holatda shakllangan narx hisoblanadi. Xo'p, endi uchinchi rejamizga kelsak, raqobatning turli ko'rinishlari sharoitida narxning shakllanish xususiyatlari. Mukammal raqobat sharoitida ishlab chiqaruvchi hamda iste'molchilar soni juda ko'p bo'lib, ularning ishlab chiqarish hajmiga o'zgartirish orqali narx shakllanishiga ta'siri umuman sezilmaydi yoki bo'lmasam raqobat mukammallik darajasida har ikki tomon ham haddan tashqari yuqori bo'lgani uchun qaysidir bittagina individ narxga katta ta'sir ko'rsata olmaydi. Xo'p, nomukammal raqobat sharoitida ishlab chiqaruvchilar yoki iste'molchilardan birining soni cheklangan bo'lishi ularning bozordagi ishlab chiqarish hajmiga va pirovardida bozordagi narxning shakllanishiga sun'iy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Bunday raqobat turli darajadagi narxlarning shakllanish xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Yoki oddiygina aytadigan bo'lsak, monopoliya tizimini misol qilaylik. Bitta ishlab chiqaruvchi bo'lsa, u o'z-o'zidan narxni belgilaydi yoki monopsoniya bitta katta sotib oluvchi bo'lsa, u ham o'z-o'zidan demak narxning yuqori va quyi chegaralarini belgilab berishi mumkin. Xo'p, mukammal raqobat sharoitida narxning shakllanishiga keladigan bo'lsak, erkin raqobat kurashi sharoitida narxning tashkil topish xususiyatlarini tadqiq etgan dastlabki iqtisodchilardan biri Alfred Marshall hisoblanadi. Uning fikricha, tovarning oldi-sotdi jarayoniga qadar ikki xil, ya'ni sotuvchi va xaridor narxlari mavjud bo'ladi. Nazariy jihatdan har ikki narxning yuqori va quyi darajalari mavjud hisoblanadi. Sotuvchi o'z tovarining narxini imkon qadar yuqori bo'lishidan manfaatdor, chunki bunday narx uning foydasi hajmini oshirib beradi. Biroq erkin raqobat sharoitida narxni boshqalardan yuqori darajada belgilashga intilish mazkur sotuvchining bozordan chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Sotuvchi narxning eng past darajasi shu tovarni ishlab chiqarish uchun ketgan xarajatlarni qoplashi kerak. Xaridor tovarlarni eng past narxda sotib olishdan manfaatdor, biroq erkin raqobat bozor sharoitida uning ham tovar sotib ololmay qolish xavfi mavjud hisoblanadi. Xaridor narxning yuqori darajasi esa Marshall ta'birigacha so'nggi qo'shilgan miqdor naflilikka teng bo'lishi kerak hisoblanar ekan. Xo'p. Sotuvchi va xaridor o'rtasidagi qulay narxga erishish borasidagi kurash har ikki narxning mosligini ta'minlashga, ya'ni bozor narxi paydo bo'lgunga qadar davom etadi. Shunday qilib, sotuvchining narxi tomonidan ishlab chiqarish xarajatlari, xaridor narxi tomonidan esa so'nggi qo'shilgan miqdor nafliligi maydonga tushib, ularning nisbati asosida bozor narxi paydo bo'ladi. Bu holatni Marshall shunday ifodalaydi. Ishlab chiqarish xarajatlari prinsipi hamda so'nggi qo'shilgan naflilik prinsipi shubhasiz yagona talab va taklif umumiy qonunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Ulardan har birini qay- qaysining bitta kesuvchi tomoniga qiyoslash mumkin hisoblanadi. Bu yerda talab va taklif qonunini yoniga yana ishlab chiqarish xarajatlari, ya'ni tannarx va so'nggi qo'shilgan naflilik yoki bo'lmasam qo'shilgan qiymat tushunchalari ham qo'shilyapti va shu ikkalasi birinchisi ma'lum bir darajadan past sota olmaslik imkoniyatini, ikkinchisi esa ma'lum bir darajadan yuqori sota olmaslik imkoniyatini yoki bo'lmasam chegaraviy narxlarni tabiiy bozor muhitida kelishini demak bizga Marshall tushuntirib beryapti.
Xo'p, mukammal raqobatli bozor sharoitida narxning shakllanishida talab va taklifning ta'sirida Alfred Marshall ta'kidlagandek, so'nggi qo'shilgan naflilik va ishlab chiqarish xarajatlari emas, balki ijtimoiy zaruriy naflilik va ijtimoiy zaruriy mehnat sarflari yotadi deb hisoblaymiz. Xo'p, mana endi mukammal raqobatlashgan bozor sharoitidagi narxni shakllanishini ko'rsak. P bizada price, K quantity yoki bo'lmasam miqdor, qiymat nuqtai nazaridan, S supply yoki taklif, demand yoki talabni demak bildiradi. Taklif va talab egri chiziqlari kesishgan nuqtada esa demak bizada muvozanat narx yoki mana Y nuqta bilan belgilangan a, price Y, quantity Y darajasida demak shakllanyapti. Xo'p, monopoliya sharoitida narxning shakllanishi. Monopoliya sharoitida narx shakllanishining o'ziga xos jihati shundaki, agar mayda tovar ishlab chiqaruvchilar faqat o'zlarining individual narxlarini o'zgartira olsalar, ulardan farqli o'laroq bozor ishtirokchilari sifatidagi monopoliyalar bozor narxlarini o'zlari belgilay oladilar. Bunda monopoliyalar ommaviy talabning oshishi bilan narxning oshishi hamda ommaviy taklifning oshishi bilan narxning pasayib borishidan o'ziga xos tarzda foydalanadi. Ommaviy tartibda tovarlarni sotuvchilar monopoliyalar o'z manfaatlari yo'lida taklif kam bo'lganda narxining oshish tendensiyasidan foydalanadi. Ommaviy taklif bo'yicha narx o'zgarishi quyidagi miqdoriy bog'liqliklarni aks ettiradi. Talabga nisbatan tovarlar taklifi qanchalik yuqori bo'lsa, bozor narxi darajasi shunchalik past bo'ladi va aksincha taklif kamayishi bilan narx oshib boradi. Buni biz hozir quyidagi grafikda demak ko'rib olamiz. Taklif bo'yicha demak narx egri chizig'i. Bu yerda taklif miqdori ordinat o'qida, narx esa absissa o'qida berilgan va u quyidagi demak ko'rinishda bo'ladi. P1 va P2 narxlar nuqtai nazaridan. Xo'p, manafsaniya sharoitida narx shakllanishi. Manafsaniya mayda tovar ishlab chiqaruvchilardan tovarlarning katta hajmini sotib olib, talab bo'yicha narx qonunini o'ziga xos tarzda demak foydalanadi. Ommaviy talab bo'yicha narx o'zgarishiga keladigan bo'lsak, quyidagi miqdoriy bog'liqlikni aks ettiradi. Taklifga nisbatan xaridorlarning ommaviy talabi qanchalik katta bo'lsa, bozor narxi darajasi shunchalik yuqori bo'ladi va aksincha talabning kamayishi bozor narxini pasayib borishiga olib keladi. Bu ayniyatni biz mana bu holatda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda taklif aynan talab miqdoridan kelib chiqilgan va pastki chizig'imizda demak narx yotadi. Taklif chizig'ida teskarisiga mana bunaqasiga chizilgan bo'lsa, talab miqdori darajasida mana bunaqa diagonalda yoki bo'lmasam birinchi mana bu jadvalimizga demak teskari bo'lgan narx chizig'i yotadi. Xo'p, ana endi shulardan kelib chiqib, oligopolistik bozordagi narxning shakllanishidagi talab egri chizig'ini sinishi grafikini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham mana bu yerda taklif chizig'i, mana bu yerda talab chizig'i yotadigan bo'lsa, D1imiz, talab chizig'imiz asta-sekinlik bilan D2 va D3 ko'rinishlarida sinish darajasi bor va talabni o'zgarish nuqtai nazaridan P0 va Q0 nuqtalarimiz ham o'ngga yoki chapga qarab demak siljishni boshlashini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ana endi 4-chi rejamiz narx siyosati va uning O'zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari haqida qisqacha gaplashsak. Narxlarni erkinlashtirish iqtisodiy islohotlarning eng asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanib, islohotlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ko'p jihatdan shu muammoni hal etishga demak bog'liq hisoblanadi. Narxlarni quyidagi yo'llar bilan demak biz o'zgartirishimiz mumkin. Birinchisi, narxlarni birdaniga yoki yashantiradigan tarzda qo'yib yuborish. Ya'ni narxga hech qanaqa ta'sir qilmasdan bozor nimani o'zi taklif qilsa, o'sha narxda ketishiga qo'yib berish. Narxlarning o'sishini sun'iy ravishda to'xtatib qo'yish. Bunda davlat u yoki bu tovarlarni demak yuqori chegarasini belgilab beradi. Va oxirgisi narxni davlat tomonidan boshqarish va nazorat qilishni ma'lum darajada saqlab qolish. Bunda strategik o'sha mahsulotlar yoki bo'lmasam xizmatlarni davlat tomonidan
u yoki bu komponentlarni yetkazib berishdagi qiladigan siyosat orqali narxga to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita ta'sir qilish imkonini beradigan instrumentlar nazarda tutilyapti. Xo'p, endi O'zbekiston Respublikasida narxlarni erkinlashtirish uchta bosqichda amalga oshiriladi. Bulardan birinchisi 1992 yilning boshida bo'ladi. Bunda keng doiradagi ishlab chiqarish texnika vositasi bo'lgan mahsulotlar, ayrim turdagi xalq iste'moli mollari, bajariladigan ishlar va xizmatlarning erkin narxlari va tariflariga o'tiladi. Aholini himoyalash maqsadida cheklangan doiradagi oziq-ovqat va sanoat tovarlarining narxlarining chegarasi belgilab qo'yiladi. Ayrim turdagi xizmatlarning eng yuqori tariflari joriy qilinadi. Keyin ikkinchi bosqichga o'tiladi. Bu 1993 yilda amalga oshiriladi. Unga ko'ra, kelishilgan ulgurji narxlarni davlat tomonidan tartibga solish to'xtatiladi. Qat'iy belgilangan va davlat tomonidan tartibga solib turiladigan narxlarda sotiladigan tovarlar va ko'rsatiladigan xizmatlarning soni ancha qisqaradi. Va uchinchi bosqich 1994 yil oktyabr-noyabr oylarida amalga oshiriladi. Bunda xalq iste'mol mollari asosiy turlarining narxlari erkin qo'yib yuboriladi. Transport va kommunal xizmatlarning tariflari ham o'z navbatida oshiriladi. Shu tarzda demak O'zbekiston Respublikasidagi narxlarni davlat tomonidan boshqarishga asta-sekinlik bilan chek qo'yiladi. Bugungi mavzuimiz shu bilan tamom. Barchaga e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog', salomat bo'ling.